hozir men sizlarga mana shu qayrilishni qanday qilib tikishni o'rgataman. Uchta munchoq qadab olamiz. 3 ta munchoq o'tkazib olamiz. 3 ta, 4 ta foydalansak bo'ladi bemalol. Mana bu chizgan gulimizni chizig'imizdan bizga qarab turgan holatda o'ng tarafdan 2 ta munchoq joy tashab o'tkazib olamiz. O'ng tarafda bu tarafga burilmoqchi bo'lsak, o'ng tarafga, bu tarafga burilmoqchi bo'lsak, chap tarafga. Mana men hozir o'ng tarafdan mana shunday kirgizib olaman. Yana 3 ta munchoq. Chizgan gulimizdan mana bu yerda chizig'i bor. O'sha chiziqni 2 ta munchoq qoldirib yana o'ng tarafdan o'tkazib olaman. Agar tikilmagan holatida, munchoqdan o'tkazilmagan holatida mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu xunuk. Endi hozir mana shuni 2 ta munchoqdan o'tkazib olaman. Mana endi aytganimizdek chiqdi. Uchta munchoq o'tkazib olamiz. Buni shundoq tikib qo'yamiz. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Mana shunday.